4-ci qism. Dal shu chaqda to'g'raqliqning ichidan bir to'p kishilarning qaqaqlab kulgan, ayol kishilarning ichinishliq yig'lagan, bovoqlarning viliqlab kulgan ovozlari to'g'raq ichini birla oldi. Men Mardonning bu gaplarini anglab, badallarimni titrak besib, yuragim qattiq so'qib ketdi. Xuddi uyning ichidan bir noma'lum narsa chiqibla meni yeb ketadigandek sezimda bo'lib, uyning ichiga ansiz qarab qo'ydim. Men mengib bir cho'ng to'g'raqning yeniga kelganda bir nimaga putlashib yiqilib tushdi. O'rnimdan turib putlashib yiqilib tushgan narsaga qarabla ko'zlarim yo'g'inib ketdi. Qarasam, nihoyatda ko'ni bir yog'och sanduq qumga yerim patrilgan holatda turibdi. Dal shu chaqda bir muzdek so'g'uq qo'l asta mo'ramni tutdi. Badallarim birdilla muzlab ketdi. Ondan u qo'l yo'qab, birining nihoyat so'g'uq tingan tiniq ovozi quloq düğümdə anglandi. Peshonamdan soğuq terlar chiqib ketdi. Men o'ldim deb o'ylab, o narsaning qandaqroq narsa ekanligini bilish uchun asta orqamga qaradim. Qaradim-yu turibla qoldim. Orqamda hech narsa yo'q edi. Men qo'rqib yugurgan peti to'g'raqliqdan chiqib to'xtab, shundaqli to'g'raqliqqa qarab soldim. To'g'raq ichida ustiga qizil kiyim kiyib olgan bir ayol menga qarab turardi. Shu zamonda yugurib ketdim. Atsi qaytashimizda o to'g'raqliqni aylanib mangdim. Uyga kelguncha bir narsa izchil orqamdan agishib keldi. Kechki tomoqni yeb bo'lib, yotoq uyimda kino ko'rib o'ltiratdim. Tuyuqsiz birsi yo'l tarafdagi derazani chekdi. Men biroq qush o'xshaydi deb u ovozga parvomi qilmay, davomli kinorimni ko'raverdim. Oradan uzun o'tmayla yana derazani birsi chekdi. Men yanala parvo qilmay, davomli kinorimni ko'raverdim. 2 minutlar o'tgandan keyin yana derazaning chekilgan ovozi anglandi. Men o'rnimdan turibla eshik oldiga chiqdim. Lekin yo'lda biror odamning qarsimi ko'rinmaydi. Shuning bilan endi kirib ketay deb eshik tarafga mengib turishimga, ko'zim mendan ancha yiroq bo'lmagan bir tarakning yanida bir qora kiyimlik birsi yondagi ko'chaga kirib ketdi. Men qo'rqib ketib uyga yuguribli kirib ketdim. Bir chaq bo'lganda uxlab qopdim. Yerim kecha bo'lganda birining shapsidan uyg'onib ketib qarasam, karvatimning yanidala bo'yam ko'rgan qizil kiyimlik ayol turardi. Men qattiq varqirabla karvatdan yiqilib tushdim. Olmasdi! Dal shu chaqda yotoq uyimning chirig'ini birsi yoqdi. Qarasam dadam menga hayronlik ilikida qarab turardi. Oy, bola, sana neymiş bo'ldi? Nimacha ansiz vaqiraysan? Dadam shundaq degach yenimga keldi. Dada, boyam men olvastini ko'rdim. Ha? Olvasti? Bola, qaraganda seni qor bisib qopti jamo. Dada, rost, boya bir qizil kiyimlik ayol karvatimning yenidla menga qarab turdi. Ay, bola, sana shundoq ko'rinib ketibdi. Bo'ldi, endi uxla, ha? Dadam shundoq deb chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Ko'z oldimga boyamqi qizil kiyimlik ayol kelib elib, faqatla uyqum kelmadi. Ko'zimni endi yumib turishimga birining nihoyat vahimalik ovozidan cho'chib ketdim. Sen mening bolalarimni o'ldiribding. Endi sen o'lasan. Atrofga ansizlik ichida qaridim. Tuyuqsiz qo'lim bir nimaga tegib ketdi. Men telefonimni tasti tepib, telefonning chirig'ini yiqib, qo'limdagi narsani ko'ribla varqirab soldim. Qo'limda bir odamning qurib ketgan qo'l so'ngaki turardi. Men o so'ngakni tashlab etdim. Tuyuqsizla telefonning chirig'i o'chib qoldi. Orqadan o qo'l asta havoga laylab chiqdi. Ondan uyning ichida birdilla bo'ron chiqib ketdi. Bo'ron birdam chiqqandan keyin bara-bara to'xtab, bo'ron ichidan bir iskilit paydo bo'ldi. Men qaqqan qo'ziqdek turibli qoldim. Ko'zim o iskilitda edi.
O iskelet asta yenimga keldi va o'ng putimga qarab birdam turib ketdi. Onun tutqini dal to'g'riqda yiliqi yog'och sandiq putlashib ketgan putim edi. Oy nuri derazadan tushib, uyning ichini g'uva yo'rtib turardi. Qarsam putimning tiz qismida bir g'alit shakl turardi. Keyin qurib ketgan o'tundek qo'llari bilan o shaklni shundoq tutishi bilan putim qattiq og'rib ketdi. O iskelet asta qo'lini tortib menga qaradi va noit surlik ovozda: "Ey odamzod, sen bo'lmaydigan yerga berib sopsan. Hamda Olvost shahrining pechitini bosib etibsan." dedi va putimdagi belgiga qarab: "Bu putundagi belge Olvost shahrining, Olvost xonishining qonliq sehri." O shundoq deb qandoq kelgan bo'lsa shundoq g'oyib bo'ldi. Men bu necha minut ichida yuz bergan ishlarni anqirib bo'lolmay, shu o'ltirgan peti tong otquchi o'ltirdi. Kechechi uxlamag'achqimi ko'zlarim qizirib ketgan edi. Asli tunugun sana deyman deb unutib qopdiman. Ha? Nima deydigansan? Akşam yiliqi koni yog'och sanduq yotoq uyimda turdi. Nim desa? O koni yog'och sanduq sening uyingda? Ha, akşam tamoq yeb bo'lib kirsam, karvatimning ustida turdi. Otash Mardon, nim deydigansan sen? Uydagilardan so'rasam, ularmi bilmaymiz deydi. Emsi bu... Hey adash, o sanduqni ichib baqdingmi ya? Yo'q dehi, oshmadim. Emsi ochqa adash. Nima qilasan? Sanduqni ochimiz. Maqol hozir olib chiqay. O shundoq debla chiqib ketib, bir koni yog'och sanduqni ko'tarib kirdi. Ha, Ilyos adash, mana mush sanduq shu. Mardon shundoq deb sanduqni karvatning yenidagi sheraga qo'ydi. Men o'rnimdan turib, yog'och sanduqning yeniga keldim. Bu koni yog'och sanduqning ustida qadimiy yiziqlar bor edi. Bu yog'och sanduqning eg'zida bir kitobning rasmi noit abjillik bilan o'yilgan bo'lib, noit nafs ko'rinadi. Bu yog'och sanduq bek cho'ng emas edi. Qulupmi qadimki zamondagi uzun qulup edi. Men o yog'och sanduqni asta ko'tarib baqmoqchi bo'lib, sanduqni asta ko'tardim. Bu yog'och sanduq bekmi ig'irmi emas edi. Qarg'anda sanduqning ichida yenik narsalar boda qiladi. Men yog'och sanduqni asta o'rniga qo'yib Mardonga qaradim. Odash Mardon, sanduqni ochayli. Men sanduqning ichida nima borligini bilish uchun shundoq dedim. Mardonmi qiziqib qolgan bo'lib, ma'qul degan ma'noda beshini yenik lashdi va o'ylidan bir to'mirni elib kirdi. Men Mardonning qo'lidagi to'mirni oldim-da, qulupni urishga boshladim. 10 minutdan keyin qulupni oxiri uzdik va yog'och sanduqning eg'zini amdi echishga tamshalganda sirtidan Mardonning dadasining ovozi anglandi. Mardon! Voy, Mardon! Qanasan? Mardon! Obla, dadam kepti. Mardon shundoq debla yog'och sanduqni karvatining ostiga tiqib qo'ydi va "Ha, dada, mana men. Hozir chiqaman." Adash Ilyos, menga. U shundoq debla o'ylig'iga qarab maqdi. Menmo Mardonning orqasidan maqdim. O'ylig'iga chiqsaq, Mardonning dadasi bog' tarafdan chiqib keldi. "Voy, Ilyosmi bakango?" Mardonning dadasi bilan ko'rishdim. "Ha, balam, sana deydigan ish bor edi." Dal shu chog'da telefonim sayrab ketdi. Qarsam opamga. "Voy, opa." Hozirli uyga kela balam. Opam shundoq debla telefonni qo'yibdi. Men ular bilan xo'shlashib uyga bordim. Uyga kelsam, dadam opam meni saqlab turibdi. Ular mening kelganimni ko'rib, dadam yig'iz ochdi. "Ha, bola,
Sen bilan maslahatlashadigan ish bor. Biz at ishligila Oqsuga boramiz. Senmi boramsan? Men birdam turib etgandan keyin dadamga qarab dedim. Yo'q, bo'ldi, bormayman dada. Ha, amisi bo'pti. Bag'ing bo'lmasa, seni majburlamaymiz. Ondan o'rinlarni redlab, ondan qildigan ishingni qilgin, ha? Ha, bo'ladi dada. Men bog'dagi o'tinlarni redlab, bekor bo'lganimda soatmi 3dan oshgan edi. Bugun kech oydin bo'lib, osmondagi to'liq oyning nuri yer zaminni yo'rtib turadi. Men eshik oldiga chiqishim bilan bir oq mushuk oldimga sakrabli tushdi. Men qo'rqib ketib, keynimga yonaman deb, bir nimaga putlashib yiqilib tushdim. Anamni, oy bilim. Men o mushukni tillig'ach asta belimni tutib o'rnimdan turdim. O oq mushuk bo'lsa, menga qarab turadi. Men asta o mushukning yeniga keldim. Oq mushuk bo'lsa, o'rnidan madirlamay menga qarab turadi. Asta qo'limni uningga uzatdim. O oq mushuk qarshilik ko'rsatmadi. Men oq mushukni asta oldim va eriqning yenidagi toshning ustida o'ltirdim. Oq mushukning dumbisini siladim. Xo'sh yoqdimi, o oq mushuk beshini tizimga qo'ydi. Qara mani. Xo'shaqqa o'xshaydi buningga. Qara yetishini. Men shundoq deb oq mushukning beshini siladim. Oy, adash Ilyas. Mardonning chaqirishidan cho'chib beshimni ko'tardim. Qarsam, Mardon yo'lda kelyotdi. Mardon, bu kechada nima ish qilyapsan uxlamay? Shu uyqum kelmay aylanib, nerdan topding u oq mushukni? Ishkimdan chiqib tursam, oldimga sakrabli tushdi. Ha, shuning bilan mushuk beqib ketding degin, ha? Kela, o'ltira. Chiroyli mushukkan, ha? Shundaq. Mardadash, sanduqni echib ko'rib baqdingmi? Yo'q adash, texi qarmadim. Shu biz echib qo'ygan peti. Ata echib ko'rib baqamiz bo'lmasa. At uydagilar ishligili Oqsuga bordi degin, ha? Meningmi shu adash. Ata Oqsuga bordi. Menimi bilib boramsa deganti yo'q dedi. Hay adash Ilyas, u koni sanduqning ichida qandoq narsalar bordi? 5-qism. Meningcha, u sanduqning ichida cho'qim yipak, boshqa qadimiy kitob, putuk va yoki xarita bo'lishi mumkin. Meningcha, yipak bo'lishi mumkin. Qandoqsiga undoq deysa? Men sanduqni ko'targan chaqda sanduq shundoq yenik bilindi. Nima? Adash Mardon, menga undoq bilinmadi-ku. Cho'qim yipak bo'lishi mumkin adash. Men berib kelay. Ha, ma'qul adash. Mardon o'rnidan turib, yo'lning qarshi tarafga mangdi. O'ylamagan yerdan ko'zim Mardonning dumbisiga tushib qoldi. Ham yuragim qatqib qoldi. Mardonning dumbisida cho'ng bir kamar turadi. Men boya Mardon yerga qo'ygan oq mushukka qaradim-yu, vaqirab saldim. Chunki u oq mushuk hech yerda yo'q edi. O'rnimdan turib ketdim. Put qo'limda jamma qolmadi. U oq mushuk qayerga ketgandi? Amdila teqi botug'i. Acaba u olvasdi? Yo'q, olvasdi emas. Olvasdi emas. Bu gapdimmi o'zim qo'rqib ketdim. To'xtikamning deyishcha, olvasdining dumbis kamar bo'ladi. Har qanday narsaga o'zgaradi. Uning ustiga badallardan sesq ko'shning purqi bilan qonsiq qallarning purqi chiqadi. Yana texi ularning ko'zlari qizil yo'raydi. Burnining uchi yopiloq bo'ladi degan edi. Acaba u olvasdi? Yuragimning so'qishi tezlashib ketdi. Mardon qaytib keldi.
Oy adaş, sana bir iş bo'lmagandu. Chiroying totirib ketibdi-ku. Hiç yok. Hey, oq mushuk yo'q-ku. Bo'yim bu yerga qo'yib qo'ygan edim-ku. Men mi bilmedim. Qarsam yo'qturdi. Mardan yenimda o'ltirdi va menga qarab dedi. O'ldirmamsan. Ma'qul. Men qo'rqinish ichida Mardanning, yo'q, Olvastining yenida o'ltirdim. Ko'zimning quyruqida Mardanning dumbasiga qaradim va endi tamoman uning Mardan emas, Olvasti ekanligiga ishondim. Tuyuqsizla atrofni oq tumanlar qaplashga boshladi. Yenimga qarasam, u Olvasti Mardan yo'q edi. Dal shu chog'da bir chirib ketgan qo'l tumanlar orasidan chiqibla putimdan tortgan petila meni bir yerga elib mandi. Bor ovozimni qo'yib berib vaqirdim. Qutqizinglar! Qutqizinglar! Bir chog'da u qo'l putimni qo'yib berdi. Ham yo'qab ketdi. Men o'rnimdan turib oq tumanlar orasiga qaradim. Tuyuqsizda atrofdan birining noit bo'g'iq, sirlik ovozi anglandi. Seni hiç kim qutqazolmaydi. Sen çoqum bedel төлüşün kerak inson. Sen bizning makonimizga bösüp kirib, bizning odamlarimizni o'ldirib etding. Endi ajilim to'shdi. O vahimalik, sirlik ovozning yo'qishi bilan tangla tumanlar orasidan bir nimaning sat ovozi anglandi va orqamda birsining bog'liqini sezdim. Bir muzdek, noit qattiq bir qo'l osta bo'ynimni tutdi. Orqadan yana bir qo'l dumbamni tutdi. Kallamda bir yig'iz gap, o'lim degan so'z paydo bo'ldi. Tuyuqsizla u qo'llar beshimni uzibla oldi. Yo'q, yo'q! Vaqirabla o'rnimdan turib ketdim. Üstü beshim chiliq-chiliq terlab ketgan bo'lib, hozir suvga tushib chiqqan odamdek bo'lib ketgan edim. Adash İlyas, o'shunga keldingmi? Bu ovozdan cho'chib, tezla yenimga qaradim. Asli menga gap qilgani Mardan ekan. Men atrofni ko'rib cho'chib ketdim. Men hozir boshqa yerda emas, dal o'zimning uyida edim. Men Mardanga qaradim-yu, ko'zlarim yo'g'inab, butun badallarimni vahima bosdi. Chunki ko'z oldimda Mardan bir olvasti turardi. Olvastining ikki ko'zidan qizil nur yinib turardi. Go'shlari chirib, oppoq qurutlar lo'mildab turardi. U olvasti osta o'rnidan turdi va uzun qo'llarini menga tangladi. Men noit tezla o'rnimdan chachirab turib ketdim. Yo'qol! 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 Men shundoq deganimcha karvetimdan pastga tushdim. U olvasti qo'lidagi oppoq suvdek narsani menga qaratib chashdi. Men vaqirdim. Adash İlyas, İlyas, o'zingni besib ol adash. Bu men, Mardan. Bu ovozdan sal esimni topgandek bo'lib, asta ko'zimni ochdim. Qarsam, ko'z oldimda olvasti emas. Balki Mardan qo'lida bir butilka suvni tutqunicha menga hayronlik ilikida qarab turardi. Adash, nim bo'lding? Tura. Mardan shundoq deb meni yo'lab turg'izdi. Ola, yuz ko'zingni surtib ol. Mardan shundoq degach, bir lungini elib menga sundi. Men yuz ko'zimni surtdim. Odash, men uyda turman-ku. Men hayron bo'lib Mardandan so'radim. Uyda bo'lmay yana nada bo'lsang bo'ladi. Gipini buning. Asli seni ashu o'rmonlikqa qo'yib qo'ysam bo'pti-kan? Men Mardanning seni ashu o'rmonlikqa qo'yib qo'ysam bo'pti-kan degan gapidan hech nimani tushunmadim va Mardandan so'radim. Mardodash, men gaplaringni tushunmadim-ku. Menga bir aniq deb ber-a? Ma'qul,
Әмісі dedim, ha? Mardan shundoq deb yanjuqidan 2 tal seg'iz elib, birini o'zi og'ziga sag'ach, yana birini menga sundi. Men seg'izni og'zimga soldim. Akşam sana bir ishni deyman deb uyingga kelsam, opang bor ekan. Shuni bilan seni so'rsam, opang talog'i chiqib ketgan dedi. Keyin hojitim qistab ketib, o'rmonlikqa kirib ishimni tugatib bo'lib, esimga sen kelib, sana telefon qilib beqishni o'ylab, telefon qildim. Tuyuqsizla mendan 10 metr nerisidagi bir daraxtning yanida telefon sayridi. Shuni bilan men yo'lning bo'yidagi chiroqning g'uva nurining yordamida u daraxtning yeniga bordim va cho'chib ketdim. Chunki sen yerda o'zsiz yetibsan. Men seni shuncha chaqirgan bo'lsam-mu, sendan hech sado kelmadi. Ondan seni yudib yotoq uyingga akirdim. Keyin ustalning ustidagi bir quti mineral suvni elib, yuzingga chechishim bilan tangla, sen vaqirabla o'shinga kelding. Qoldi ishlarni demasammi bilsa. Mardonning gaplarini anglab, andikib ketdi. Qiziq ishing borgan oda sening. Nima qilasan bu kechada o'rmonlikda yetib, boshqalar ko'rib qolsa, seni sarang bo'lib qopdi deydi. U yerda sen nima ish qilsa? Asli ishlar mundoq edi. Men boyam yuz bergan ishlarni so'zlab berdim. Mardon gaplarimni anglab, chiroy tatirib ketdi. Qaraganda bu ishning dal ashu yog'och sandiq bilan cho'qim bir bog'lanishchanligi bor. Haras, sana bir narsa ko'rsatay. Ha? Qandoq narsa? Mardon xo'rim chopinining qo'yin yanjuqidan eski, rangi o'chib ketgan, u yer bu yerlari yirtilib ketgan, olqondan sal cho'ngroq kelgan xotirini oldi. Dal shu chog'da opamning ovozi anglandi. Balam İlyas, siz öydümü? Opa, men uyda. Bayam Merdancan izlep keptiken. Mardon mening yinimda bor. Emisi boptu. Emse paranglı veringlar. Opam shundoq dedi. Ey, Mardodosh, bu koni xotirni nerdan topding? Iliqi koni yog'och sandiqning ichidan. Ha? Voy, nim deydigan sadosh? Rost deyman. Yana boshqa narsalar bormikan? Ha, 2 parcha yipa xarita. Bir tal odamning so'ngidan yasalgan yumaloq shakllik narsa bor ekan. Ha, manda degan. Amsa bu xotirni ko'rib boqayli. Ocha. Bo'ladi. Mardon shundoq debla u koni xotirni avoylab ochdi. Xotirning bosh muqovasida bir xonishning taxt ustida qo'lida bir kitob bilan bir qilichni tutqunicha o'ltirgan holtidagi rasmi bor edi. Bu xotirni hargiz o'qimang. U degan kichik Mo'ran davlatining olg'ist xonishini bechatlash xotirasi. Navoda uni echib qolsanglar, sizlar qum ostiga banit qilgan olg'ist davlatidagi, ya'ni Mo'ran davlatidagi sehrni buzib tashlaysizlar. Sizlar asli bu yog'och sandiqqa qaramasliqinglar kerak edi. Endi sizlar kechikdinglar. Endi sizlar o'lib ketsizlar. O'lib ketsizlar. Tuyuqsizlar quloq tuvimda shundoq degan vahimlik ovoz anglandi. Hey, odash, chiroying tatirib ketibdi-ku. Bir ish bo'lmaganda? Mardon chiroyimning tatirib ketganini ko'rib shundoq dedi. Otash Mardon, bu xotirni o'z o'rniga opirib qo'yayli. Odash, saqma-saq turatding, birdamdala o'ng ta'tir gap qilib yuriysan-ku. Odash, bu olvasti davlatining pechatlagan xotirasiga. Nima? Mardon so'zimni anglab, cho'chib, qo'lidagi xotiri yerga tushib ketdi. Mardon bir yadiki xotirga, bir menga qaragandan keyin. Odash, sana kim shundoq deydi? U shundoq deb menga qaradi. Men bayam noma'lum ovozning ishini dedim. U gaplarimni anglab, qaqaqlab kulib ketdi. Voy odash İlyas, o degan sening kallangdagi xato sezim. Sana shundoq anglab ketgan o'xshaydi. Ansirmigina hech bo'lmaydi, ha? Kela bu yerda o'ltir.
Mardan karvatda o'ltirgach, menga shundoq dedi. Kallamda bayamqi so'zlar bor edi. Mardanning chaqirishidan esimga keldi. Adash İlyas, uxlama deyma. Ha, Yana ashu gaplarni o'ylayapsan? Bo'ldi, o'zingni o'zing qo'rqitma. Mardan shundoq deb, koni xotirning birinchi bitini shundoq etishi bilan tangla, badallarimiz titrak besib ketdi. Men Mardanning yeniga kelib o'ltirdim. Birinchi betida bo'lsa, qo'lda bir osidek narsani tutib turgan bir odam bilan yana bir qizvolning rasmi bor edi. Ikkinchi betida bir shaharning ko'chasi sezilgan bo'lib, ko'chaning qoq o'ttirsida bir maxluqning bir odamning beshini yovotgan rasmi bor edi. 3-chi, 4-chi va 5-chi betlarda bo'lsa, kangri ketgan to'g'riliqning rasmi sezilgan edi. 6-chi beti, ya'ni eng oxirgi betida bo'lsa, bir to'p kishilarning turqi nihoyat qo'rqinchli birga ta'zim qilib turgan. Ularning atrofini lashkarlar qurshab turgan 6dagi rasm bor edi. Garchi bu oralla 6 betlik oddiy xotir bo'lgan bilan xeyli ig'ir edi. 6-chi qism. Qiziq. Mantiqi ig'ir tursa, 20 necha betlik xotira o'xshaydi desam, nadikini necha betlikni narsiga. Mushunimi avara bo'lib saqlab yurganni ko'mamdiga. Mardan shundoq deb qoqshab u xotirni oldimga tashladi. Demisimi qadimkilar otoytin avar bo'lib 6 betlik xotirni saqlab sarangmi? Hargiz unda qilmaydi-da. Men xotirni elib qaytadan ko'rishga boshladim. Har bir betidagi rasmga uzoq chiqardim. Bo'libmi, eliq qo'lida osidek narsani tutib turgan odam bilan qizbolning rasmi babatga xeyli uzoq qaradim. Mardanning soatdek chikildishidan esimga keldim va uningga qaradim. Nim bo'ldi? Nimandoq buzuq soatdek chikildaysa? Ajab ko'rib ketding, butun diqqating bilan. Bir nimani boyqab, Tushundim. Bo'ldi, gap qilma. Qiz bolaning rasmi bor ekan, ha? Hey, seni. Hey. Ikkimiz qaqaqlab kulib ketdik. Shuning bilan soat 10dan oshgandan keyin Mardan bilan xo'shishib qaytdim. Atsi apam dadamla Oqsuv qarab yo'l oldi. Uyda o'zim yolg'iz qolgan edim. Tushlik tomoqni yeb bo'lib o'ltirib turishimga Mardanning xuddi jangalliqda to'lgan ovozi anglandi. Adash İlyas, bormisan? Va İlyas! Baba, mana keldim. Men berib darvozani ochdim. Voy, ajabmi tasdi bir ochding ishkingni. Ko'p kunduzda ishkingni ching taqib oladi ekansan deyman, adash. Ya uyingda oltin kumush, yambula bormiti? Voy, yo'q, adash, undaq emas. Uy kira. Ha, ma'qul. Dadang opang qani? Ular Oqsuv ketdi. Ha, qaraganda uyda salla qolding degina? Ha, adash. Endi uy sana o'ng chiqibdi mana, ha? Ha, shundoq. Bizning uydami malla qoldi. Oy, mashina ko'mamdiga. Endi xotirjam o'ynaydigan bo'ldik mana. Ha, shundigina adash. Bir ish bilan kelganman. Shunda bir ish bilan keldi. Tushdan keyin bir do'stim keldi. Ondan Mardan duduqlab gepining oxirini demadi. Nima, tilingni chaynamay gachchidi demamsa? iliq xotira yo'q turdi. Ha? U xotir yo'qab ketdimi? Shundaq. Oqshom u xotirni yig'i sanduqning ichiga sepib qo'ygan edi. Sening yaningga berishdan burun yig'i sanduqni ochib qarasam, u xotira yo'q turdi. Ammo oqshom xuddi birsi kaynimdan agishib mangandek bo'ldi. Orqamga pat-pat qarab qo'ydi. Lekin birasining qarsini ko'rmadi. Amsa u xotirni zodi kim ilib olganda? Shuni degina adash.
man shundoq dedim. Shuning bilan kechqurun Mardonning uyiga berish uchun hamda darvozadan chiqib turishimga Mardon Qahar bilan biz bilan tang bir o'g'il bolni boshlagancha kelyotdi. Qahar bo'lsa bizning sinfdagi eng kepsiz bolalarning biri desakmi bo'ladi. Uchimizga dars berdigan hamma o'qituvchilar to'nib ketdi. Men Qahar bilan ko'rishdim. Adash, nega manqantang? Mardon yinimga kelgach shundoq dedi. Sening yiningga mangan adash. Adash, İlyas, bu atigan sana degan do'stim. İsmi Abdulla. Yaxshimi adash? Yaxshi adash. Sen mi yaxshi tudingmi? Men yaxshi adash. Uyga kirib deyishaydi. Men ularni uyga boshladim. Adash, İlyas, sana bir ishni day. Tünügün kechda o'ylada o'ltirsam, darvozani birsi chekdi. Men berib qarsam, darvozaning oldida odam yo'q. Shuning bilan endi menishimga quloq tüyümdə birinin nəhayət vəhimlik ovoz anlandi. Sizlar ati yerim kechi bo'lganda to'g'riliq kiringlar. Ondan sizlar hiliq yog'och sandiqni tepib olgan yagi beringlar. Men birdan turib ketgandan keyin bir nima beshimga tegib, shuning bilan qarsam, putumning yanida bir ipak turdi. Men o ipakni elib qarsam, o bir kon ipak bo'lib, rangimi qardab ketgan ekan. Men yotoq uyga kirib o ipakni ochdim. Ipakning ustida men bilmaydigan yiziqlar bor bo'lib, yiziqning ostida bir qarashqa daraxtga o'xshab qoladigan, sizilgan, yana bir qarashqa qum dövsiga o'xshash qora chikitlar turadi. Mana qaranglar, mush ipak shu. Mardon shundoq deb yenidan qora ipakni elib oldimizga qo'ydi. Rost degandek, u bir qora ipak edi. Kelinglar, men bir ko'rib boqay. Mana adash. Men o ipakni Abdullaga berdim. O ipakni elib, bu yon o'rib-cho'rib qarab etgandan keyin, eliq rasm bor yuziga butun diqqati bilan qarashga boshladi. Uchimiz Abdullaga qarab turdik. O saq yarim soatda qarab turgandan keyin bizga qaradi. Qanday adash? Biror so'zlarni yoki boshqa alohida bildi. Degina adash, nimani bayqading? Mardon shundoq deb Abdullaga qaradi. Ulali emas. Hatto Qahar bilan ikkimizmi uning yeniga keldik. Nimani bayqading? Bu bir qadimiy shaharning ham olvasti davlatining xaritasi ekan. Buning bilan bir vaqtda mavi turg'ini to'g'riqliq ekan. Mavi dongdek to'g'inni toza bilamadim. Ondan avi uzun turg'ini daryo yaqindek turdi. Mavi xatlarni o'qiy oldingmi? Shundoq. Bu xatda mundoq debdi. Qadimiy kichik Mo'ran davlatining uchurini bilgan har qanday kishilar mayli har qanday narsadan o qog'ishga ketgan sanduqni o'z o'rniga opirib qo'yishi lozimdir. Agar iskelet odam uchursa, demak o kishilar kichik Mo'ran davlatining olvasti xonishining qog'ishiga uchirgan bo'ladi. Endi gap tugab qoldi. Bu gaplardan cho'chib ketdik. Demak, biz cheqilmaydigan narsaga cheqilib qo'ygan edik. Orimizni bir hazo jimjitlik qopladi. Og'illar, bo'ldigan ish bo'ldi. Endi pushaymon qilganingmi foydasi yo'q. Biz u olvasti davlatiga boraylik. Navoda bir ham mo'jiza yuz berib qilishi mumkin. Yaxshi, esil gap bo'ldi. İlyasning deganini men qo'shqo'llab qo'llayman. Gerçi bizga boshqa usulni demagan bilan, hammamiz teng kuch chiqarsak, qig'ili bo'lmaydigan ish yo'q. Ko'nala mundaq bir gapni degan. Qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamga deydigan. Abdullahning degani to'g'ri. Menmi qo'llayman? Mayli qanchalik xatarlar bo'lsin, men har vaqt sizlar bilan billa. Qahar shundoq deb Mardon bilan ikkimizga qaradi. Demisimi ularning degani bir hisobda to'g'ri edi. Qo'limizda bu xarita bo'lgandan keyin cho'qim bu qog'ishni yo'q qilg'ili bo'ladi. Adash Mardon, ularning degani to'g'ri. Hammamiz kuch chiqarsak, har qanday ishni qilg'ili bo'ladi. Amsa shunday qilayli. Asli sizlarni bu ishga so'rab kirmasam bo'ladi.
Asta, adaş, neyim deydigansa? Qara, biz degan sening og'inang-jumi. Sening ishing bizning ishimiz. Abdullah Mardanning do'lisiga urib turib shundoq dedi. Rahmat sizlarga. Ha, amsa qachonliqqa yo'lga chiqamiz. Atikashda yo'lga chiqayli, ati lozimliq narsalarni tayyor qilayli. Atikashda mening uyimda yig'ilamiz. Ular ma'qul deyishib qaytishdi. Bir turib xo'shal bo'lsam, yana bir turib ko'nglim yerim bo'lgan edi. Chunki orzuim bo'yicha qadimiy qabriga, qadimiy shaharga kirdigan bo'ldim. Lekin bir vahima butun badanimni qopladi. Akamga bu ishni deyishni o'ylab, akamga telefon urdim. Bardam turgandan keyin akamning ovozi anglandi. Voy, uka. Bu mening navra akam. İsmi Aziz, bir xalq saqchisi. Gerçi oddiy bir xalq saqchisi bo'lsa-mu, boshqalar hurmatlaydi. Yani kelib, akam bilan ikkimizning mijozimiz chiqishatdik. Ha, aka, yaxshi turdingizmi? Yaxshi, ukam. Siz-chi, yaxshi-da? Meni yaxshi, aka. Tamoq yedingizmi, uka? Bayan do'stlarim bilan tamoq yegandim. Ha, tamoq yeganlar bo'lsangiz bo'ldi, uka. Akam bilan ocham yo'q, sal qiynalib qolasiz. Endi sizmi cho'p-cho'ngmi bo'ldingiz? Bumi bir sinoq. Bir gapingiz bormi-te? Aka, sizga deydigan bir ish bor-te. Qani dang, uka. Men akamga bo'lgan ishlarning hammani to'liq dedim. Akam gaplarimni anglab, birdam jimib ketgandan keyin so'z qildi. Bo'pti, uka. Ata mening vaqtim yetmaydi. Bo'lmasa o'zim olib beratdim. Ma'qul, rahmat aka. Sizlarga omad tilayman. Ko'p diqqat qilinglar, uka. Amsa sizlarni oramayinglar. Men bu ishimni qilaveray. Bo'ldi aka, xo'shamisa. Men shundoq deb telefonni qo'ydim. Men o'zimni karvatga otdim-da, xo'shal holda uyqu dengiziga g'arq bo'ldim. Bir chaqda bir nimaning ustidan menishidan cho'chib ketdim va osta ko'zimni ochib ustiga qaradim. Lekin ustimda hech nima yo'q edi. Soatga qarsam 12 bo'lgan edi. Endi yatay deb turishimga derazaning chekilgan ovozidan cho'chib ketdim. Butun badanimni vahima qoplab olgan edi. Derazaning chekilgan ovozi yana qayta anglandi. Qo'rqib, orala tursam, yotoq uyimning ishki xuddi birsi ochqandekla sat ovoz chiqarib echadi. Ko'zim ishki tikildi. Yuragimning so'qqan ovozi quloq tubimda anglanayotdi. Ishik ozroq qiyo echilib to'xtab qolgan edi. Onun nuri uyning ichini so'z yo'rtib turardi. To'yuqsizlar ishikdan birsining soyasi tushdi va barbara yotoq uyga kirishga boshladi. Men qo'rqinish ichida u qor soyiga qarab turdim. U qor soya oxiri yotoq uyimga kirdi va tosli qoldim vaqirab ketgili. Bu nayt sat bir olvosda bo'lib, beshining yerimi cho'tdi yo'q. Qo'rsaqlardan sesib ketgan uchaylar sangilab turardi. Barliq go'shlar bo'lsa sesib ketgan bo'lib, oppoq narsalar turardi. Men o'rnimdan medir-sidir qilmay u olvosdaga qarab turdim. O'tqoch begim qalimida bitgan vahimalik ovozliq asari Sirliq qabrining 6-qismi bugun Moshiyada oyoqlashdi. Davomini anglamoqchi bo'lsangiz,